Qo'biz va Qora uy UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Bu yilgi yangi yil ta'til kunlari uzaytirilishi mumkin. Taxta ko'prikli 3 yosh turar joy bilan ta'minlandi. Assalomu alaykum. Respublikamizdagi yangiliklarni yoritib boruvchi bu Xushxabar kanali va bizda hafta dayjesti. Joriy yilning 8-13 dekabr kunlari Hindistonning New Delhi shahrida UNESCOning nooddiy madaniy merosini muhofaza qilish hukumatlararo qo'mitasining navbatdagi 20-sessiyasi bo'lib o'tmoqda. Sessiya doirasida dastlab qo'biz yasash va ijrochilik san'ati UNESCOning nooddiy madaniy merosini faol muhofaza qilish ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa, shundan so'ng qirg'iz, qozoq va qoraqalpoq o'tovlarini qurishga oid an'anaviy bilim va ko'nikmalar UNESCOning nooddiy madaniy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritildi. Konstitutsiya bayrami arafasida Taxtako'pir tumanida 3 yosh uy bilan ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5216-sonli qarori asosida mamlakatimizda ehtiyojmand bolalarni qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib sharoitlar yaratish maqsadida Taxtako'pir tumanidagi 3 nafar yoshga yangi uy-joy kalitlari topshirildi. Vazirlar Kengashi raisiga yangi o'rinbosar tayinlandi. Alanyazov Alisher Yo'ldashevich Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining jamoat va diniy tashkilotlari bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Qishloq xo'jaligi xodimlari kuni arafasida bir guruh yurtdoshlarimiz taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan pillakor faxriy unvoni bilan Yusupova Gulbahor Beruniy tumanidagi Ipak klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatning pillakori. Do'stlik ordeni bilan Zaytov Ziyobuddin Nukus tumani hokimi, Mehnat Shuhrat ordeni bilan Sayfullayev Baxtiyor Taxtako'pir tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi yetakchisi, muhandis, gidrotexnika. Jasorat medali bilan Utepberganov Sarsenbay Qalliqo'l tumanidagi shaxsiy tomorqa egasi, Shuhrat medali bilan Ismailov Maqsud To'rtko'l tumanidagi Qushnazar paxtakor fermer xo'jaligi rahbari taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-dekabrdagi 2024-2026 yillarda ijtimoiy ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan Nukus Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida yangi qurilgan sport zali, oshxona va rekonstruksiyadan chiqqan yotoqxonalar foydalanishga topshirildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosari Bayram Utemuratov, Qoraqalpog'iston Respublikasi sport vaziri Erkinbay Qutubayev va sport faxriylari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. O'zbekistonda 100 yosh va undan katta bo'lgan pensionerlar soni e'lon qilindi. Uzoq umr ko'ruvchilarning ko'pchiligi ayollar tashkil etadi. Pensiya jamg'armasi 100 yoshdan katta pensiya oluvchilar haqidagi statistikasini hududlar bo'yicha e'lon qildi. 2025-yil 1-dekabr holatiga pensiya jamg'armasi hisobida turib pensiya olayotgan 100 yoshga to'lgan va 100 yoshdan katta yoshdagilar soni 461 nafarni tashkil etmoqda. Shundan 131 kishi, ya'ni 28,5% erkaklar va 330 kishi, 71,5% ayollar hisoblanadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xushxabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin. Ko'rishguncha.